Aka, sverlolarimiz juda kamga yetyapti. Shunga menga qanaqa yechim bera olasiz? Aka qarang, bu sverlolarimiz Extreme seriya, Germaniyada ishlab chiqarilgan, немецкий производство, o'zimizning Devolt brendining germaniyalik производствоsi. Bu bitta sverlo bilan ko'rasizlar, 5 mm lik metal. Bitta sverloni o'zida to'xtamsiz 100 dan ko'p отверстие chiqara olasiz. Просто nagradni ko'rsataman. Birinchi skorostiga qo'yamiz, sverlение rejimiga qo'yamiz. Ko'rishingiz mumkin. Kibek защитasi bor. Безопасно, ya'ni zarar qilsa agar daboda tiqilib qolishi qadam bo'ladi. Agar bu sistema bo'lsa, qo'lingizni kechish mumkin. Bu to'xtadi. To есть bundoq qolgan payt bundoq bo'lib ketsa, o'zidan o'zi to'xtab ketadi, to'g'rimi? Bu qachon muammo bo'lishi mumkin? Misol sirena qolgan paytda armaturaga urib qolishingiz mumkin. Yoki boshqa shunaqa situatsiyada o'tib ketdi, o'zidan pоворачивать qilish boshlaydi. Chunki juda katta kuch bor, sirlo zaydayt qiladi и instrument o'zidan qo'llarni saqlab qoladi. Agar bu narsa bo'lsa, dальше прокручивать qo'llarni sindirib olishi mumkin. Sirloga qaytagan bo'lsak, buni eksperimental qilsak bo'ladi. Подряд 100 ta sirlo отверстие qilsa ham, bu sirlo yaxshi soстояние turgan bo'ladi. Rahmat aka.